28-misol qarang. Y o'qqa nisbatan shu to'g'ri chiziqqa simmetrik bo'lgan to'g'ri chiziq tenglamasini ko'rsating debdi. Nima degan? Y o'qiga nisbatan mana shu funksiyani simmetrik ko'chiring deganda. Ya'ni simmetrik ko'chirsam mana odamni oynadagi aksi odam bu ham baribir. Odam oynadagi aksi qo'y bo'lganini ko'rganmisizlar? Qachondir, a? To'g'rimi gapim? Unaqasini ko'rmaganmisizlar? Bu yerda ham funksiyani ham oynadagi aksi nima bo'ladi? Funksiyami? O'shani nima qilishimiz kerak ekan? Topishimiz kerak. Bu degani y o'qiga oynani nima qil degani qo'y. Demak, y ga oynani qo'ysam nima o'zgaradi edi? X'im o'zgaradi minus x ga. Demak, y barobar minus 3x plus 1. To'g'rimi? Demak, x'im minus x o'zgarsa, yangi funksiya boshqa bitta funksiya hosil bo'lib, mana bu x olamanda, o'rniga nima qo'yaman? Minus 3 ko'paygan minus x plus 1. Ya'ni y barobar nima bo'lar ekan? 3x plus 1. Qiyin ekan. Xuddi shuni, kelinglar, shuni o'zini O nuqta, ya'ni 0 ga nisbatan simmetrik ko'chirsam. 0 bu koordinata nimasi edi? Bosh. Burchakka miyada tasavvur qilinglar-da. Nuqta bu yoqqa o'tyapti. X ham o'zgaryapti, y ham. Ya'ni demak, x o'zgaradi nimaga? Minus x ga. Y ham o'zgaradi minus. Demak, y ga olamanda o'rniga minus y qo'yaman. Minus 3 ko'paygan x olamanda minus x qo'yaman. Plus 1. Minus y barobar 3x plus 1. Minusga bo'lib yuborsam, y barobar minus 3x minus mana. Qiyin ekan. Tushunarli bo'ldi-ya? Hamma tushundimi simmetrik ko'chirishi? Ana endi. Xuddi qaranglar mana, yulduzcha. Y barobar minus 3x plus 1 funksiyani a 3-2 nuqtaga nisbatan simmetrik ko'chirsak, hosil bo'ladigan funksiyani tenglamasini tuzish kerak. Tushunarli bo'ldi? Ya'ni 3-2 ga nima qo'yishim kerak ekan? Oyna qo'yishim kerakmi? X nechi? X teng 3, y teng nechi? 2. Xuddiki a teng nechi bo'ladi? 3, b teng bu ixtiyoriy nuqtami? Ha, xohlagan joyman nisbatan simmetrikmi? Ya'ni x im o'zgaradi nimaga? 2a minus x ga, y im o'zgaradi 2b minus y ga. To'g'rimi? Y ga olaman o'rniga 2b ni o'rniga, ya'ni 2b minus y qo'ya qoling, barobar minus 3 ko'paygan x o'rniga nima qo'yaman? 2a minus x plus 1. B ni o'zi 2 ga tenglik uchun mana 4 bo'ladi. 4 minus y barobar 2 kara 3. 6 mi? Minus 3 ko'paygan 6 minus x plus 1. 4 minus y minus 18 plus 3x plus 1 mi? Tak, y barobar bo'ladi minus y 3x minus 17 minus 4. Y barobar minus 3x plus 21. Yoki y barobar 21 minus 3x desak ham bo'ladi. Mana uning tasvirini ko'rish qanaqa bo'lar ekan? 21 minus 3x. Qiyin ekan. Muhimi tushunsa bo'ldi ekanmi? Nima uchun 2 bo'ldi? Chunki o'rtada mana shu bir xillik masofada nechta bor? 2 ta bormi? Va mana 2 ta bo'lgani uchun 2 bo'lyapti, lekin x o'z baribir nechta bo'ladi? Bitta. 2a ayirgan x. Tushunarli bo'ldimi hammaga? Hamma tushundimi? Muhimi mana bu formulalar yo'q, mana buni yodlash emas edi, esingizdan chiqmasin. Bunga qarab ishlash kerak degani emas. Uni nima qilish kerak bitta? Tushunib olish kerak. Nima uchun aynan bunaqa bo'ldi? To'xta, oyna dedi ustoz, shuni qo'yichi. Oyna degandan keyin nima dedi? O'rtadagi masofa dedi. Sizlarga maslahatim to'g'ri, uyga borib buni videodan ko'rib yoki yozib olganlaringizda misol uchun ko'chirib nima qilishingiz mumkin. Bir sira o'zlaringiz isbotlab nima qilib olinglar? Takrorlab olinglar. Tushunarli bo'ldi-ya gapim? Hamma tushundimi? Yaxshi. Demak, misollar nima emas ekan? Qiyin emas. Demak, yozib olinglar, davay.